Bugungi videoda biza mana shu mavjudot bor olamda bir kun yashab bera olishimiz kerak. Agar qo'limizdan kelsa, biza bu mobni o'ldira olamiz. Bu mobning nomi esa Mimiker. Do'stlar, sizlardan so'ragan bo'lardim, video boshlanishidan like pomini bosishingiz. Mana do'stlar, biza Minecraftga kirib oldik do'stlar. Mana shu olamda men atiga bir kun chidab bera olishim kerak. To'g'risini aytganda, men surulda deyarli umuman o'ynamaganman, o'ynasam ham kam. Xullas, bu video juda qiziq bo'ladi. Videoni o'tkazib yubormasdan tomosha qiling va pastdagi like va abona tugmasini bosishni unutmang do'stlar. Minecraftda Mimiker bilan jang qilish to'g'risi aytganda oson ish emas. Ayniqsa yolg'iz, ya'ni bir o'zi o'ynaydigan o'yinchiga, yana Minecraft ham qo'rqinchli bo'lib qoladi. Shuning uchun ham prosta trik qilib berishim kerak. Bu juda qiyin ishda ham bo'ladi, ya'ni har doim kechqurun kelib qo'rqitishi, Minecraft xorlashi. Agarda shu videoga borig'i 20 dona like to'plab bersalaring, men buni ikkinchi qismini chiqaraman. Umid qilamanki, Minecraftdagi qo'ygan shu YouTube'ga qo'ygan shu videomni 20 tadan ko'proq odam ko'rsa kerak. Shu videodan atigi menga 20 dona like, 10 dona obunachi bo'lsa ham ikkinchi qismni chiqaraman. Ikkinchi qismda esa bundan ham qo'rqinchliroq moblar bor. Ularni ko'rib hayron qolasizlar do'stlar. Albatta like bosinglar. Video uzun bo'lib ketmasligi uchun videoni 2x tezlikda olib boraman. Qancha uzun bo'lsa bari odam ko'p zerikarli bo'lib qoladi. Qiziq joyi kerak do'stlar. Keyin do'stlar, men sizlarga bir savol bermoqchiman. Endi ko'pchilik bilmaydi bu savolni. Minecraftda jami nechta boss bor? Ko'pchilik hamma har xilcha aytadi. Ba'zilar 2 ta, ba'zilar 3 ta. Sizlar bilasizlarmi? Kommentariyga yozib beringlar, jami nechta boss bor? Minecraftda hozirgi versiyada jami bo'lgan bosslarni hisoblab ko'ringlar. Keyin menga kommentariyada aniq javobini aytinglarchi. Men buni ko'raman. Qani, kim javob to'g'ri, kim aniqini bilar ekan. Bu men uchun juda qiziq do'stlar. Короче, men hozir lut qilib olishim kerak. Daraxt chopamiz, daraxt. Boshqa hech bo'lam yo'q. Nima qilamiz? Faqat daraxt chopamiz. Lekin menimcha Mimikerda daraxt bilan, daraxt bo'ldi, boltalar bilan o'ldirib bo'lmaydi menimcha. Yo'q, stil bilan hech bo'la yo'q. Birinchi navbatda bizga kerak bo'ladi bu verstak. Verstakni hamma bilan qilib olamiz. Bir aylanib kerakchi, hech narsa yo'q o'xshaymiz. Hech narsa yo'q, hech bola yo'q. Hozircha Mimiker tovushdan hech bola eshitmayapman. Mimiker tovushi ham hozircha eshitilmayapti do'stlar. Hayronman. Короче, bir daqiqaga o'yindan chiqib ketdim. Shu orqali Mimiker qaytib spam bir o'yinga kirgan paytim Mimiker oldimga turgan ekan, shu bilan o'ldirib qo'ydi. Hozir nima bo'lganini o'zlaring ko'rasizlar. Olmay qoldim. Kerak bo'lsa chalg'ib qoladi do'stlar. Короче, men barcha yiqqan narsalarimdan ayrildim. Demak, men o'sha yo'q bo'lgan joyimga qaytib boraman do'stlar. Video olishim ancha qiyin bo'lyapti. Ko'chada turib video olyapman. Shunaqa ham bo'ladimi? U video ham bo'lmaydi. Hatto ichkariga ham odam bor. Keyin yana bir gap do'stlar, men 100 ta challenge degan video olganman do'stlar. Shuning uchun menga o'zlaring challenge'laring kommentariyaga yozib qo'ysangiz o'ta xursand bo'lardim. Men uni albatta bajarib video qilib chiqaraman do'stlar. Xullas, gapirsam gap ko'p do'stlar, ko'p cho'zmaymiz. O'sha gap 20 dona like, 10 dona obunachidan so'ng ikkinchi qismini chiqaraman. Yana bitta shunday qo'rqinchli mavjudot bor. Bundan ham qo'rqinchli, vahshiy. Qo'rqishlaring aniq do'stlar, bundan qo'rqishlaring. To'g'risi aytganda tunda qilish kerak edi. Endi tunda umuman rasto bo'lib qoladi. Kunduz ham eplolmayman, tunda kim biladi nima bo'ladi. Adashmasam shu yoq atrofda o'lgandim. Qidirib ko'raylikchi. Joyim qayerda ekan o'zi? Shunday qiziq videolar yoqyaptimi sizlarga? Menga uncha yoqmayapti. Sizlar ham aytinglar endi. O'yinchi chiqargan video o'ziga yoqmayapti, bizga qadar yoqadi. Ko'p katta video qo'yaman, kam ko'rilyapti sizlar. Shunga shunday qildim. Qani bu videolarim yaxshi bo'lsa, mana o'lgan joyim ekan. Qaniydir qilib yegulinglar, qolgani yo'q. Boshqa hech narsam yo'q. Faqat yegulinglar, gullar yotibdi, yog'ochdan qilingan hech bolam qolmabdi. Kim bilan nima bo'lgan? G'alati holat do'stlar. Nimaga bunday ovoz yaxshi emas desangiz, chunki yoqmayapti do'stlar. Negaki qo'ygan videolarim kam ko'rilyapti, ayniqsa katta videolar, obunachilarim ko'p qaytib ketyapti. Salkam 200 ta yaqin obunachi jami hisoblasam ketgan bo'lsa bo'lardi. Juda ko'p ketib qolyapti. Shunday qilmanglar do'stlar. Qolinglar, ko'proq videolar, yaxshiroq videolar chiqarishga harakat qilamiz do'stlar.
Prosta qanaqa video chiqarishimizni kommentariyaga yozinglar, shunday video chiqaraman-da. Shu g'oya yo'q, ideya yo'q, shu yozsalaring ekan, men ham shunga qarab video chiqarsam ekan. Aka, buni chiqaring, tarixini chiqaring, buni tarixini chiqaring, yo'masa buni urishtiring desalar ekan, shunaqa video chiqarsam. Keyin ana savolimga javob yozinglar do'stlar, shu Minecraftda jami nechta boss borligini. Ma'lumga javob yozmaslaring, nima bo'lsalar ham yozib tashlanglar do'stlar. Yangi hozir yog'och kerak, daraxt chopib yotmang, uylarni chopib bari kerak emas. Bari yashashmaydi, oddiy odam uchun chiqarilgan. Bag'i zerkalib ketyapti, videoni sal tezlashtirib qo'yamiz bag'iga.
Shuncha o'ynasam kelmayapti mimikar nima bo'lgan. Ana nima? Ana mimikar qoch quvlaydi. Shu paytda yomg'ir yog'adi. Shunaqa orqamda turibdi. Qanday qilaman? Qochish kerak menimcha. Yutqazdim lekin ko'rib oldim qanday ekanini. O'zlaringiz o'ylab ko'ringlar. Vahshiy. Короче, men sizlarga aytadigan yagona narsam, do'stlaring bilan Minecraft o'ynanglar, mana shu mod bilan o'ynanglar. Vahshiy maza qilasiz. Ayniqsa kechasi o'ynasalaring, qo'rqib qolasizlar do'stlar. Sizlarga tilimga javob do'stlar, o'ynab ko'ringlar, fikrlarini kommentariyaga yozinglar o'ynagan bo'lsalaring agar. Vahshiy do'stlar, oldimga qoch, tez qoch. Bu tarafga ekan qoch. U betga, nariga tomonga o'tamiz. Yo'q, shundoqqina to'g'rimda turibdi do'stlar. Men yo'lib o'tib ketaman. O'tolmasa kerak. Qaraychi. O'tolmaydi. Menimcha daryo nariga tomonga o'tolmaydi do'stlar. Qanaqadir emotsiyalar qilyapti, tushunmadim. Jokerga o'xshab qoldi. Qamiz, o'tsang o'tolasanmi? Urushaman bir. Qo'rqdi do'stlar. Agar kelib qolsa ekan men qo'rqaman do'stlar. Kutamiz. Kelmadi. Bot. Qo'rqoq. Aqli yetmadi birga. Kutaylikchi, kelmayapti. Nima qilamiz? Ketishimiz kerak unda kelmaydigan bo'lsa. Bo'pti, xayr. Aqling yetsa ke. Menimcha u yo'q, kelmaydi. Aqli yo'q. Spamul. Ko'rlaring. Yo'q, qochish kerak do'stlar. Qochish kerak. Qo'lyapti, qochish kerak. Orqamdan lekin yomon qo'lyapti do'stlar. Qochish kerak, boshqa iloji yo'q, qochish kerak. Mod qanday ekanlarini o'zlaring ko'ryapsizlar do'stlar. Aniq. Qochish kerak do'stlar, Orqamdan qo'lyapti, uni bilyapman. Boshqa yo'lam yo'q. Voy, urush birga. Do'stlar, men shu yerda videoni tugataman. Aytgandek kanalga like bosib ikkinchi qismi chiqadi. Shunchaki like bosish juda oson do'stlar. Hammalaring omad. Sizlar bilan birga Titan Rose kanali bo'ldi. Istagan narsalarni yozib kommentariyaga yozib ketinglar, faqat so'kinmanglar. Istagan narsalarni yozinglar, men albatta shart yozsalaring bajaraman. Hammalaring